Kamolov, shu tuman Agrobankni boshqaruvchi o'rinbosariman. Tanish shakllar bor. Xabarlaringiz bo'lsa, shu tijorat banklari mahallalar tijorat banklariga taqsimot bo'lingan. Mana shu shartimizda ham bizda shunga yarasha biz o'zimizni kreditlarimizni necha yillardan beri mana shu shartimizda fuqarolarga berib kelamiz. Alohida shu mahalla bankiri, mahalla agenti jalb qilingan. Bu yerga shartimizga javob bergan mahalla bankiri hozir mana shu mahallada beriladigan kreditlar bo'yicha javob batafsil tushuncha beradi. Keyin savollar bo'lsa bemalol berishlari mumkin. Biz Agrobankka 5 ta mahalla biriktirilgan. Sharqo'zi, Robot, Nurobshon, Noshlik va Toshkeskan. Bu mahallalarga biz imенно ishsizlarga, rasmiy daromadga ega bo'lmaganlarga kredit ajratamiz. Biznesga ko'mak kredit dasturimiz bor. 4 yilga 6 oy imtiyoz davridan 25% ajratiladi, 17 million so'mgacha. Kafillik va so'zi bo'lish asosida mahalla nafas dasturimiz bor. 50 million so'mgacha ajratiladi. 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davrida 25% o'z-o'zi farq qilgan fuqarolar uchun. Yo'nalishimda farq yo'q, shu o'z-o'zi bilan chorvachilik, tikuvchilik, parranda, issiqxona, shu o'z-o'zi bilan qilishga to'g'ri keladigan har qanday yo'nalishga ajratiladi 50 million so'mgacha. Keyin yuridik shaxslarga hududdagi yatibda, MCJ yoki oilaviy korxonalarga Prezidentning 310 qarori asosida 100 million so'mgacha garovsiz, sug'urtasiz 100 milliondan oshgan summasiga likvidli garov qo'yish asosida 300 million so'mgacha ajratiladi. Muddat foiz 21%, pul o'tkazma yo'li bilan ajratiladi. Muddati 5 yilga 2 yil imtiyoz davrida ajratiladi. Faqat pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi yuridik shaxslarga. Rasmiy daromadga ega bo'lgan shaxslar uchun bankda o'zi kreditlar mavjud. Shaxsiy ixtirosi, mikrokart, onlayn mikrokart, kredit karta, ipoteka kreditlari. Agar kimga qanday o'ziga yo'nalishga to'g'ri keladigan bo'lsa, mahalla agentimiz bor. Shu pastda o'tiradi. Yo bo'lmasa shu nomerlarimiz bor, telefon qisalarimiz. O'zimiz shu yerga kelib bo'lsa ham xalq